Quyoshbek yangi olgan mashinasini ko'z-ko'z qilib hammaga maqtandi. Ko'z-ko'z qilmoq rich degani emas. Oddiygina rich so'z bilan bermang. Keling, men sizga darajasi sifatni beradigan so'zni o'rgataman. Challenge'imizning 8-kuni. Bugungi o'rganadigan yangi so'zimiz ostentatious. Tarjimasi ko'z-ko'z qiladigan, dabdabali degan ma'noni bildiradi. Sinonimlari showy, flashy. Ot shakli ostentation, sifat shakli ostentatious, ravish shakli ostentatiously. Ostentatious with, in hamda about predloglari bilan birgalikda keladi. Keling misollarni ko'rib chiqamiz. He is ostentatious about his wealth. Or she was ostentatious in her dress. Or they were ostentatious with their luxury cars. Kommentariyada gap tuzib qoldiring. Sahifamdan uzoqlashmang. Qiziqarlar hali oldinda. Barcha izohlarni o'qib chiqaman hamda javob beraman.